Nyu-Yorkdagi filmim, Oskar va Gollivud yulduzlari bilan ishlash hammasi bitta tavakkaldan boshlandi. 25 yoshimda kino sohasiga qiziqib, ancha harakat qilib Nyu-York kino akademiyasiga o'qishga ketdim. Oson bo'lmadi. Ko'pchilik qo'ysangchi, boshqa ish qil deb maslahat berdi. To'g'risi, oqibati nima bo'lishini o'zim ham bilmasdim. Hamma ishlab topgan pulimni yig'ib, diplom ishi uchun Nyu-Yorkda qisqa metrajli jangari film olishga qaror qildim. Aktyorlar topish, Nyu-York politsiyasi bilan kelishish, kinodagi qurollar, hatto 3 ta politsiya mashinasini tashkil qilish, Bruklinda butun ko'chani yopib suratga olish katta tavakkal edi. Natijada shu film eng yaxshi diplom ishi deb topildi va menga kutilmagan eshiklarni ochdi. Oskar, Oltin Globus va boshqa xalqaro loyihalarda Chexiyadagi bosh prodyuseri bo'ldim. Ularning byudjeti $10 million edi. Shu jarayonda Gillian Anderson yoki Rosamund Pike kabi Gollivud yulduzlari bilan ishladim. Ularning bariga sabab o'sha paytdagi bitta tavakkal qaror bo'ldi. Tinimsiz mehnat va harakat ortidan bugun Yevropadagi o'z production jamoam bilan Amazon, Microsoft kabi xalqaro brendlar bilan ishlab kelyapmiz. Qizig'i, bugun shu ishni yana qilarmiding desalar, balkim jur'at qila olmasdim. Shuning uchun 20-30 yoshingizda imkon boricha ko'p o'ylamasdan harakat qiling. Keyin urinib ko'rdim deyish yaxshiroq, qilmadim deb afsuslangandan.